2026 yil uchun yangilangan Chevrolet Lacetti avtomobil bozorda yana bir bor e'tiborni tortmoqda. Ushbu model zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va samarali dvigatel bilan haydovchilar uchun qulay tanlov bo'lishi kutilmoqda. Tashqi ko'rinishda avtomobil yanada sportchi va dinamik uslubga ega bo'lib, old panjara yangi shaklda ishlab chiqilgan ingichka LED farlar avtomobilga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Kuzov chiziqlari silliq va aerodinamik ko'rinishda bo'lib, bu esa nafaqat chiroyli, balki yoqilg'i samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 2026 Chevrolet Lacetti kapoti ostida kuchli va ishonchli dvigatel joylashgan. Mutaxassislar taxminiga ko'ra, yangi modelda 1.5 yoki 1.6 litrli benzin dvigatel taklif qilinishi mumkin. Ushbu dvigatel kundalik haydash uchun yetarli quvvat beradi va yoqilg'i sarfini ham me'yorida ushlab turadi. Avtomobil mexanik yoki avtomatik uzatmalar qutisi bilan taqdim etilishi mumkin. Bu esa haydovchilarga o'ziga mos variantni tanlash imkonini beradi. Ichki salon ham sezilarli darajada yangilangan. Yumshoq materiallar va qulay o'rindiqlar uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. Markaziy panelda katta sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u orqali navigatsiya, musiqa va telefon ulanishi boshqariladi. Shuningdek, avtomobilda zamonaviy xavfsizlik tizimlari ham mavjud. Masalan, ABS tormoz tizimi, barqarorlik nazorati va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari haydovchi va yo'lovchilarni himoya qilish uchun xizmat qiladi. Yoqilg'i samaradorligi ham ushbu modelning muhim afzalliklaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy dvigatel texnologiyasi tufayli avtomobil kamroq yoqilg'i sarflab ko'proq masofa bosib o'tishi mumkin. Bu esa kundalik foydalanishda tejamkorlikni ta'minlaydi. Bagaj qismi ham yetarlicha keng bo'lib, oilaviy sayohatlar yoki kundalik xaridlar uchun qulay joy taqdim etadi. Orqa o'rindiqlar bukilganda esa yana ko'proq yuk joylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Umuman olganda 2026 yilgi Lacetti o'zining ishonchliligi, zamonaviy ko'rinishi va foydali texnologiya